Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi podkastimiz mavzusi axborotlashgan jamiyat va shu mavzu haqida gaplashamiz. Avvalambor jamiyat tushunchasiga to'xtalsak, jamiyat bu ma'lum bir shaxslarni ma'lum bir masalalar yuzasida birgalikda yashashi va faoliyat ko'rsatishi tushuniladi. Jamiyatsiz inson ham mavjud bo'lmaydi. To'g'ri, har bir jamiyatning o'z tuzilishi, rivojlanishi va qadriyati bor. U moddiy va ma'naviyat tuzilishlaridan iborat. Bu ikki tushuncha bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Moddiy hayot deganda uy, joy, kiyim-kechak tushunadi. Ma'naviy hayot esa ta'lim, axloq, qadriyatlarni o'z ichiga oladi. Bugungi axborotlashgan jamiyatda internet, ilm-fan va texnologiyalar juda keng rivojlanmoqda. Lekin texnologiya rivojlanishi bilan birga odamlarning ma'naviyati ham o'sib bo'lishi kerak. Bu jamiyatda aqlli, odobli va boshqa insonlar ko'paysa, bu jamiyatning rivoji uchun muhimdir. Mavzuda demokratik jamiyat ham berilgan. Demokratik jamiyat inson huquqlarini va erkinliklarini ta'minlaydi. Shuningdek, fuqarolik jamiyati ham muhim ahamiyatga ega. Bunda fuqarolar davlat va jamiyat ishlarida muhim va faol ishtirok etishadi. Endi sivilizatsiya haqida gaplashsak, bu insoniyat taraqqiyotining ma'lum bir darajasidir. Bu jamiyatning rivojlanish darajasini bildiradi. Sharq va g'arb sivilizatsiyalari dunyo taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan. O'zbekiston xalqi ham boy madaniyatga ega. Al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino kabi allomalarimiz ilm-fanga juda katta hissalarini qo'shgan. Madaniyat ham jamiyatning muhim bir qismidir. Inson yaratgan moddiy va ma'naviy boyliklar majmuasi. Madaniyat insonni tarbiyalaydi va uning dunyo qarashini shakllantiradi. Bugungi kunda yangi O'zbekistonda yoshlar ma'naviyat va ta'lim masalalariga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Xulosa qilib aytganda, jamiyat taraqqiyoti insonning bilim, madaniyati va ma'naviyati bog'liq, barkamol avlod esa kelajak poydevoridir. Barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi podkastimizdan nimadir olgan bo'lsangiz, biz bundan juda xursandmiz. Keyingi safar ko'rishguncha.